Abochi ishonchi ishga keluvdim aka, bitta reklama qilib bering, iltimos. Shoq vaqt yo'q-da, ko'ryapsiz, uka syomkalar ko'p. Vaqt bo'lsa. Pulini ber aka. Yo'q, gap pulda emas, jigar vaqt masalasi muammo. $500 ber aka. Xitoyda ham yo'q narxlar yana qaytdi. Barcha ishonch do'konlarida o'zingizlarga kerakli bo'lgan ko'plab texnikalarni yanada arzon narxlarda olishinglar mumkin. Shashmay turinglar-da. Mana orqamda turgan Artel 43 tali televizorimiz eski narxi 3.628.000 so'm, yangi narxi 2.170.000 so'm. 32 tali Android MyTech televizorlari eski narxi 1.739.000 so'm, yangi narxi 1.043.000 so'm. Mana ko'rib turgan Artel xolodilnigilar eski narxi 4.286.000 so'm, yangi narxi 2.572.000 so'm. Qani, menga kattaroq xolodilnik kerak ekanlar. Mana ko'rib turgan LG xolodilnigilar eski narxi 13.500.000 so'm, yangi narxi 7.803.000 so'm. Pashti yarim narxi. LG xolodilnigini oldim. Endi kir mashinasi yo'qmi deganlar, 9 kiloli avtomat kir yuvish mashinasi eski narxi 9.855.000 so'm, yangi narxi 5.913.000 so'm. 9 kiloli kir mashina jichakan 1 kilo qo'shib qo'yiladiganlarga Premier 10 kiloli avtomat kir yuvish mashinamiz eski narxi 5.791.000 so'm, yangi narxi 3.475.000 so'm. Konditsioner Artel Marvarid 12 taligi eski narxi 5.405.000 so'm, yangi narxi 3.243.000 so'm. To'tta avval urish kerak. Aka menga Avalon 12 taligi kerak bitta deganlarga Avalon 12 talik konditsionerimiz eski narxi 9.749.000 so'm, yangi narxi 5.849.000 so'm. Shuncha narsa olib endi bitta gaz plita olmasangiz uyat bo'ladi. Ferre gaz plitamiz eski narxi 4.450.000 so'm, yangi narxi 2.670.000 so'm. Eng asosiysi esdan chiqmasin, ushbu aksiyamiz faqatgina 29, 30, 31-yanvar kunlari barcha ishonch do'konlarida bo'lib o'tadi. O'zingizlarga eng yaqin ishonchga borib, bir dona pasport bilan kerakli texnikalarni bemalol olsanglar bo'laveradi. Hammalarni kutamiz.